2022 yil 4-dekabr 4-savolga yetib keldik. Qani ketdik demak. Xo'p, nima ekan qarang, shartni tushuntiraman bizga. Xo'p, A shahardan B shaharga ikkita mashina yo'lga chiqdi. Birinchisining tezligi V1 ga teng ekan, ikkinchisining V2 ga teng ekan. Bunda V1 mashinaning tezligi ekan, V2 ikkinchisining ekan. Birinchi mashinaning tezligi ikkinchisidan katta ekan. Endi aytayapti, V1 mashina, birinchi mashina B shaharga borib qaytgan ekan, ikkinchi mashina borguncha ikkalasi mana shu joyda uchrashgan taxminan. Endi aytaylik, mana shu joyda uchrashgan bo'lsin. Demak, jami mana birinchi mashina borgan mana bu yerga, B shaharga borib, keyin yana qaytgan mana bu yerga. Tasavvur qiling. Mana shu qanaqadir C nuqta bo'lsin. Xo'p, A shahardan B shahargacha bo'lgan masofa o'zi qanaqadir S bo'lsin. Endi bizga o'sha sharti nima deyapti? V2, ya'ni ikkinchi mashina bosib o'tgan masofa A va B shaharlar orasidagi masofaning qancha qismini tashkil etadi deyapti. Endi qaraylik mana. Xo'p, ikkinchisi mana bu yerdan A dan yo'lga chiqib C gacha kelgan, to'g'rimi? Mana bu birinchi mashinamiz borib B ga, C ga qaytguncha ham ana qanaqadir X masofa bosib o'tadi. Endi A dan C gacha o'zi jami A dan B gacha S edi. Demak, mana bu A dan C gachasi qancha bo'lib qoladi shunda? S minus X bo'lib qoladi. Endi e'tibor beraylik. Bizga aytilyapti mana. Jam masofamiz o'zi S'imiz qancha bo'ladi? 100% bo'ladi, to'g'rimi? 100%. Bu holda S minus X masofani bosib o'tgan ikkinchi mashina. Demak, S minus X qanaqadir M tashkil etadi. Demak, M ni topadigan bo'lsak nima bo'ladi? M ni topadigan bo'lsak, u holda S minus X ni 100% ga ko'paytirishimiz kerak ekan, bo'lishimiz kerak ekan S ga. Bo'ldi. Buni qirib oldik, endi ketdik birinchisi. Demak, birinchi mashina nima qilgan? S plus X masofani bosib o'tgan. Buni yozsak mana. Demak, hop, birinchi mashinani yozadigan bo'lsak, S plus X masofani V1 T vaqtda teng V1 ko'paygan T1 degan qanaqadir vaqtda bosib o'tgan. Birinchisi borib qaytguncha vaqt bilan ikkinchisi borguncha bo'lgan vaqtlar teng bo'ladi bir-biriga. Ikkinchisi nima bo'lgan? S minus X masofani V2 ko'paygan qanaqadir yana T1. Ikkalasining vaqti borda. Birinchisi bu yerdan borguncha bo'lgan vaqt bilan ikkinchisi borib qaytguncha bo'lgan vaqtlar bir-biriga teng. Endi mana shu yerdan endi biz topamiz T1 ni. Birinchisidan T1 topadigan bo'lsak, S plus X taqsim V1 ga teng bo'ladi. Endi ikkinchisini topib olamiz buni. T1 topadigan bo'lsak, S minus X taqsim V2 bo'lib qoladi. Endi vaqtlar bir-biriga tengmi? Vaqtlar bir-biriga teng bo'lgani uchun ikkalasini tenglashtirib yuboramiz. Tenglashtiradigan bo'lsak, mana ketdi, tenglashtirsak. Bundan kelib chiqadiki, S plus X taqsim V1 ga, xo'p, tenglashtiramiz S minus X taqsim V2 ni. Mana shu yerdan keldik. Endi mana shu yerdan X topishimiz kerak bo'ladi. Demak, S ko'paygan V2 plus X ko'paygan V2 teng ekan. Mana buni V1 ni ko'paytiramiz B ga, demak, S ko'paygan V1 minus X ko'paygan V1 bo'lyapti. Endi mana bu X ni bu tomonga o'tkazamiz. Demak, X ko'paygan V2 plusdan X ko'paygan V1 teng ekan. S ko'paygan V1 minus buni hop o'ng tomonga o'tkazamiz. S ko'paygan V2 bo'ldi. Endi X ni qovusdan tashqariga chiqarsak, nima qoladi? V2 plus V1 bu teng bo'lar ekan, S chiqarib olsak, u holda qovus ichida V1 minus V2 qolar ekan mana. Endi X topsak, X topadigan bo'lsak, u holda S ko'paygan qovus ichida V1 minus V2 taqsim V1 plus V2 bo'lib qoldi mana. X topib oldik-a? Endi X ni mana bu yerga olib borib qo'yamiz. X olib borib qo'yadigan bo'lsak, bundan kelib chiqadi, yozamiz. M teng ekan. Xo'p, yozamiz. S o'rniga mana S o'zi bor. S X o'rniga borib qo'yganmiz mana bu ifodani mana. S ko'paygan qovus ichida V1 minusdan V2 taqsim V1 plus V2. Mana shu qovusni yopamiz, keyin S ga bo'lib 100 ga ko'paytirishimiz kerak. 100%. Bu teng ekan. S ni qovusdan tashqariga chiqarib ketamiz. Qovusdan tashqariga chiqarganimiz ichkarida 1 minus V1 minus V2 taqsim nima qoladi? V1 plus V2 qoldi. Tagida S bo'lyapti ko'paygan 100%. Mana shuni hisoblab qo'ysak bo'ldi. Demak, nima bo'ladi? Endi S'lar nima qiladi? Endi qisqarib ketdi, bo'ldi. S'lar qisqarib ketdi.
umumiy makhrajni bersak V1 plus V2 ayiramiz V1 keyin plus V2. Demak, buni makhraj berib soddalashtiradigan bo'lsak, 2 ta V2 taqsim xo'p V1 plus V2 ko'paygan 100% bo'lyapti. 100% bo'ldi. Demak, javobimiz 2 ta V2 taqsim V1 plus V2 ko'paygan 100% bo'lgan ekan. Demak, javoblardan qaysi biriga? A javobga mos kelar ekan. Shu bilan 4-misolimiz yakunlandi.